إذا هيا نبدأ. بسم الله الرحمن الرحيم. Hop. Bundan tugatgandik-a? Yangi boshlashimiz kerak edi bugun. Ha, tugatdik. Tamam. Hop. Bir ani tugatgan bo'lsak, manhajdan A2 hozir to'g'ri keladimi? Na, to'g'ri keladi. Hop. Mana bunaqa kitob bor, Manhajul Alamiy degan. Bu kitob PDF ni ham sotib olinadi, chunki yo'q anaqada. Nima deydi? Bayniyadaklarning PDFlari ochiq-oydin bor. Takallumdagi, bayniyadakniki ular ommalashib ketgan. Lekin buni muallifi zapret qo'ygan, что faqatgina sotib olsa bo'ladigan qilib qo'yishgan. Lekin yuboraman sizlarga PDFini. Xohlasanglar o'sha PDFini chiqartirib o'qiysizlar. Xohlasanglar PDFdan o'qiy olsanglar, PDFdan ham o'qiyveringlar. Muammo yo'q. Faqat o'qiydigan odamga nima deydi, kitob offlayn bo'lsa, yozib chizib o'qigan yaxshi. Hop. Al-wahdatul ula nechinchi tarjima qilamiz? Al-wahdatul ula. Na'am. Birinchi bo'limmi? Aha, birinchi bo'lim. Na'am. Hop. الآن Hop, lug'atlarini o'qiymiz, tarjima qilib ketamiz. Ha, birinchisi i'jab yozib ketamiz sirazi. I'jab bu ajablanarli, ajoyib yo bo'lmasa ajablanarli degan narsada, ya'ni hayratli, ajoyib degan ma'noda. Tavasul aloqa degani. Musharaka bu qatnashish, ishtirok etish degani. Yozib ketyapsiz qizlar? Yo'q, video zapisdan ko'rib yozib olamiz. Hozir aytib keting. Aha, tamam. Hop, Ulgurmaymanda man. atahammalu degani bu chidamoq. Masalan, ana la atahammalu. Men chiday olmayman. Yo bo'lmasa ana la astati'u an atahammala li hadha al-amal. Men bu ishga boshqa chidolmayman. Yo bo'lmasa ana la astati'u an atahammala li hadha masalan alam. Bu og'riqqa boshqa chidolmayman. Demak, mana shu ma'noda atahammalu chiday olish, ko'tara olish ma'nosida. Ikki xil ma'noda ham ishlatar ekanmiz demak. Chiday olish, ya'ni bittasi hissiy tomonlama, bittasi ko'tarish ma'nosida ham ishlatiladi. Fe'liy tomonlama. At-ta'liq bu izoh qoldirish. Bizda kommentariya deymiz-ku. Kommentariyaga o'xshagan so'z. Muthaf muzey, hajzun bu biron qilish, yuz'iju bu bezovta qilish, ahsaru bu zarar ko'rish yoki yutqazish ma'nosida. Mushrifun demak bu nazoratchi. Demak, mana bu yerda tarakib kelyapti. Ya'ni ikkita so'zni bir-biriga qo'shilgan holatdagi ko'rinishlari. Masalan, mavqi'ut tavasulil ijtimoiy bu ijtimoiy aloqa o'rinlari degani. Masalan, Instagram, WhatsApp, Telegram, Teams va hokazo. Alladhi yumkin at-tawasul fihim. Ya'ni qanaqa tarmoq bo'lsa ham zato uni ichida aloqa bo'lsa, ijtimoiy aloqa degani onlayn aloqalar bo'ladigan. Misol Instagramda gaplashsa bo'ladi, to'g'rimi? WhatsAppda gaplashsa bo'ladi. Telegramda ham gaplashsa bo'ladi. Va hokazo. Va mana shunga o'xshagan hamma programmalar mavqi'ut tavasulil ijtimoiy deyiladi. Xo'p, keyingisi kullu shay'un ala ma yuram. Bu hamma narsa mana kullu shay ala ma yuram.
مثلا أنا أسأل منكم مثلا كيف أنت أو كيف حالك. إذا تجيبين مثلا كل شيء على ما يرام. يعني hammasi joyida deymizku. To'g'rimi? Javob berganda. Shu hammasi joyida, hammasi yaxshi, hammasi o'zini o'rnida ketyapti degan so'zlarni aytmoqchi bo'lsanglar, mana shundan foydalanasizlar. Kullu shay ala ma yuram. Keyingisi yuz'ijuni. Mani bezovta qilyapti degani. Nadfa'u to'lamoq, nuquda pul. Pulni to'laymiz ma'nosida. E'tibor bersanglar, bular atrif xolos. Buni jumlaga kirgan holatini ko'ramiz hozir dialogda. Aroka lahiqan, kechroq ko'raman seni. Ya'ni kechroq ko'rishamiz deganga o'xshagan so'z. Jumla. Hawin alayk. Bu degani xotirjam bo'l. Spokojna deymiz-ku. Mana shu so'z arab tilida hawin alayk deyiladi. E'tibor bersanglar, bu kitob Bayniyadekdan nimasi bilan farq qiladi? Bunda zamonaviy uslubdagi so'zlashuv ko'p. So'z boyligi ko'proq, ham zamonaviyroq. Bayniyadek u ham zo'r kitob, silsilaviy zo'r kitob. Lekin oldin chiqarilgan. Bu manhajul alamiy chiqqaniga bir necha yillar bo'lgan bo'lsa, yangiroq, zamonaviyroq, ya'ni farq qiladi shunisi bilan. Edan shukran lakum asdiqai. Nima degani? Rahmat dedimmi? Shukran. Shukran lakum asdiqai. Asdiqo nima degani? Sodiqun nima degan edi? Do'st. Xo'p. O'shani ko'pligi asdiqo bo'ladi. Do'stlar. Lakum nima edi? Lakum sizlarga shukran. Asdiqoi mani do'stlarim deyapti. Do'stlarim nima degan ekan? Do'stlarim sizlarga rahmat. Na'am, sizlarga rahmat. Tamam. Bu dialogni o'qiymiz, darajalarni ko'ramiz. Agar qiynaldim desanglar, bundan bitta past level kitobni boshlaymiz. Xo'pmi? Boshlaylar. هل ستذهب للرحلة معنا يا كريم. نعم. Hop. Tarjima qilishi baravar qilib ketsak yaxshi bo'ladi. Hal satadhhabu. Tadhhabuni muzori fe'lni oldiga sin qo'shilsa, ma'noni nima qilib berardi? Mustaqbalga o'zgartirardi. Bormoqchisisanmi? Shunaqami? Hal satadhhabu borasanmi deymiz endi. Borasanmi? Lirrihlati. Shu rihlati nima degan? Rihla degani bizda rihlat qilish deymiz-ku. O'zi aslan bu yomon so'z emas. Shunchaki chetroqqa chiqish, tog'-bog'larga, odamlar kam bo'ladigan joylarga chiqishlik rihla deyiladi. Sayohatga o'xshagan narsa. Sayohatga borasanmi? Ey Karim deyaptim. Kim bilan? Ma'ana. Ma'ana. Ma'a birga degani na qo'shilyapti. Biz bilan birga. Ahsanti, biz bilan birga sayohatga borasanmi? Birga sayohatga borasanmi? Ahsanti, barakalloh. Keyingisi لا لم يوافق أبي يوافق أبي على الرحلة. Yo'q, otam bilan boraman. Ma bu yuvafiqu degani muvofiq
ya'ni rozi bo'ldi degan ma'nodagi fe'l, lekin bizda muzori fe'lini oxiri sukunli bo'lib, uni oldidan lam degan harf kelsa, bu ma'noni inkor qilib beradi. Ya'ni otam rozi bo'ldi emasdi, rozi bo'lmadi. Alar rihla. Tarjima qiling endi. Sayohatga otam rozi bo'lmadi. Ahsanti. Hop. Limazami? Limaza nima uchun degan edi? to'g'ri. Innal vaqta g'ayru munasibi va satadhhabu usrati ila rihlati fil utlati Soyfiyya. soyfiyati ila qaryati alal bahri. Innal Qola, ya'ni otasi debdiki, innal vaqta, inna bu ma'noni albatta degan ma'noni beradi. Masalan, vaqt, innal vaqta g'ayru munasib. Mana bu g'ayru kalimasi inkorni beradi. Masalan, al vaqtu munasibun desak, mana munasibun deb turib tanvinli qilib aytadigan bo'lsangiz, aynan danli moment rihla uchun, sayohat uchun munosib vaqt degani. Lekin bizga oraga mana bu g'ayru qo'shilsa, ma'noni nima qilar ekan? Inkor qiladi. Demak, hozir danli moment munosib emas deyapti. Tushundingmi? Emas degan inkorni beradi. Hop, nima debdi keyin? va satadhhabu usrati ila rihlati. Sayohatga ketmoqchiman oilam bilan. Hop, qarang. Satadhhabu borasan deyapti. Usrati ila rihlatin fil utlati sayfiyya ila qaryatin ala al-bahr. Qarang. Mana bu utlati sayfiyya degani yozgi ta'til degani. Yozgi ta'tilda sayohatga borasan, qayerga? Qoriya nima degan edi? Shaharmi? O'rmon. Yo'q, qaryatin. Qura, qishloqlar degani. Qoriya nima degani shunda? Qishloq, a? Qishloq. Qani. Qaryatin qishloq. Alal bahr degani dengizga qaragan qishloq. Ya'ni qishlog'i dengizi yonida ekan-da. Shunda tarjimani yig'sak, sen borasan deyapti, oilam bilan birgalikda yozgi ta'tilda sayohatga, ya'ni dengizga qarab turgan, ya'ni dengizga yaqin bo'lgan qishlog'imga yozgi ta'tilda borasan. Qishloqqa borasan. Hozir nima emas, ya'ni dam oladigan, sayohatga boradigan payt emas deb aytdi. Biz ham doim shunaqa gap eshitganmiz-ku. Tamam, keyingisi. Hal yumkinu an natasila bihi linukallimahu. Hal Qarang, tepada mana bu Karim o'rtoqlariga aytib beryapti. Adam bilan Hisham so'radi, borasanmi dedi. Karim yo'q dedi. Keyin otasining gapini aytdi. Endi Karim aytayapti. Hal yumkin an nattasila bihi linukallimahu. Ya'ni an nattasila degani qo'ng'iroq qilish. Bihi unga linukallima. Li uchun, nukallima u bilan gaplashishimiz uchun. Mana bu 3 ta shaxslarning birinchisi so'zlovchi shaxs nima degani? Mutakallim deb o'rgatganman. O'sha mutakallim so'zlovchi degani. Endi mana bu yerda o'shani fe'li chiqyapti. Linukallima. Linukallimahu. Ya'ni u bilan gaplashish uchun telefon qilasanmi demoqchi? Nattasila nun bilan telefon qilsak bo'ladimi? Mumkinmi deyapti. Hop, keyingisi.
ممكن طبعا. هذا مهم. هو طبعا الرقم. أنغيتين طبعا. طبعا هذا هو الرقم. Ayting, bittalab o'qiysiz buni telefon raqamlarida. 5 2 7 5 الرابعة 3 أربع 3 مم. وسادسة اثنان ikki bu. 2. Aha, tamam, tarjima qiling. ممكن Bilmagan so'zingizni aytsangiz, tarjimasini aytaman. Jumlani yig'ishga o'zingiz harakat qiling. طبعا so'zi. Albatta degani. Albatta mumkin. Mhm. Bu uning raqami. Na'am, raqam. Qaranglar qizlar. Hozir dialogda o'qiyapmiz. Shu paytgacha qattiq turmadim. Endi faqatgina 3 kishi qoldinglar darsda. Darsni davomiy bo'lishi uchun sizlar qattiq o'qib berishinglar kerak. Menga rezultat kerak. Keyingi darsga dialogni yodlaymiz. Tushundingmi? Qanaqa yodlaysizlar? Ichidagi lug'atlar hammasi oldin bilmagan so'zlarni yozib olasizlar, bilmagan so'zlarni yodlaysizlar. Keyin dialogni o'qiysizlar, tarjima qilasizlar. O'qiysizlar, tarjima qilasizlar. Tarjimanglar tezlashishi kerak, o'qiganinglar tezlashishi kerak. Chunki sizlarga men hozir kuchli mustavani kitobini o'qityapman. Chem hozirgi mustavalarga qaraganda, shtobi rezultat bo'lishi uchun, yana ham tepaga bitta qimillashinglar uchun. Mana shu kitobni har bitta dialogni yodlab, zo'r hamma vazifani aytganimdek qilsanglar, darajanglar B2ga chiqara olaman. Kelishdikmi qizlar? Lekin ko'p endi baynadagidek ko'p o'tmasak yaxshi bo'lardi. Ozgina qiyin ekanda. Na'am, bundan ko'p o'tmayman. Faqat bitta Ha. dialog o'taman. Bitta o'qiysizlar. Shunaqa. Bittani yodlaysizlar lekin. Kelishdik a? Xo'p. O'qing keyingisini. Misa'ul Masa Misa'ul. bo'ladi, noto'g'ri ketib qolibdi. Masa'ul Masa'ul Khoiri ya ammi ana Adamu Adam. Adam Sodiqu Karim fil jami'ati Jami'a. في Matni to'g'ri. جامعة جامعة هو اتصل لأبي كريم. Karim otasiga o'sha telefon qildi, Adam, va gapiryapti. Adam. Masal xoir ya ammi. مساء Nima degani masaul xoir? Sabahul xoir, sabahun nur. Nima degani? Bilamizmi? xayrli kunmi? Endi sabahul xoir xayrli kun degani. Masaul xoir xayrli tun ma'nosida. Ya'ni kechki ularda pesh asrdan u yog'ini masaul xoir deb hisoblashadi. Kechki paytga o'sha bilan shunaqa gaplashishadi. Xayrli kech amaki bo'ladimi? Ammun degani amaki. Hop. Amaki. Men Adam Karimning do'sti. Ahsanti. Universitetdagi Karimning do'stiman. Barakalloh. Ahlan bika ya Adam. Ey odam. Ahlan bika. Ahlan degani xush kelibsan ma'nosida, ya'ni hop, xo'sh deyapti-da. Ahlan va sahlan. Hop, davomi. Ammi Ammi nuridu ana an yashaba Karimun ma'ana fi hazihi الرحلة إلى
ila mu Ilal luma bilanmi? muthaf. Ilal Ha, muthaf. ilal muthab. Ilal muthab. Mhm. Amaki Mhm. mm, n- na naridu Nuridu. an Uridu. nuridu nima Uridu xohlayman degani. Nuridu. xohlaymiz Ha. bo'ladi. Biz xohlaymiz. Mhm. An Qaranglar. Karimni biz bilan borishini Barakalloh. Barakalloh. Yadhabu bil fe'li u boryapti degani, to'g'rimi? ha Mana shu muzori fe'lini oldiga an qo'shilsa va fe'lni oxiri mansub bo'ladi. Nima bilan tugayapti? yashhaba yashhaba Ha? fatha bilan Fatha bilan. Na'am. Muzori fe'lini oldidan an kelsa, muzori fe'lini oxirini mansub qiladi. Buni nahv ilmiga sarfi tezroq tugatsak, keyin nahvga o'tganimizda o'qiymiz, ko'rasizlar. Shunda tarjimani u boryapti emasdek, u borishini bo'lyapti. Ya'ni borishni, Karim borishini ma'ana fi hadhihi rihla ila al-muthaf deyapti. ana bu oxiri nima qanaqa bo'ladi? Ilal Muthaf lug'atda aytdik-a, muzey. aha muzeyga Karimni muzeyga chet elgami sayohatga biz bilan borishini xohlaymiz. Ahsanti. Mhm. لكن وقت الرحلة غير مناسب والامتحانات قريبة. Mhm. لكن غير مناسب. sayohatga vaqti Bilmagan Munof- so'zingizni ayting. munosibmi? Ha, o'zbek tili bilan bir xil. sayohatga لكن وقت الرحلة سياحة وقت غير مناسب والامتحانات قريبة. nima deyapti? Sayohat vaqti qulay vaqt emas, sababi imtihonlar yaqin. Yaqin, qarib yaqin degani. Hop, Keyingisini o'qing. o'qiring. La ya am ya ammi baqi baqiya Baqiya. ala ala il ila على ilam الامتحان alal imtihani shahrun وهذه رحلة لزيارة 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 ماذا؟ لم متحف لمت متحف متحف محبة مهمة مهمة بلال بالنسبة بالنسبة لنا وهي رحلة تعليمية تعليمية ترفيهية وترفيهية أيضا أيضا وتكون 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 مرة مرة واحدة واحدة في في السنة. في السنة. نعم. bilmagan so'zlaringizni so'rang. لا يا أمي la deb qo'yilgan oldiga ya ami men otasi emasman degan nima Yo'q. bo'ladi endi? Amaki emasmi? Tepada otasi aytdi.
imtihonlar Ha, yaqin, hozir aylanadigan, dam oladigan paytmiz deyishadi. O'rtog'i ha. deyapti, la, ya ammi, yo'q amaki Yo'q, deyapti. amaki, ha. Baqiya alal Э, imtihonat. Baqiya qoldi degani. Shahrun oymi? Oy, 1 oy qoldi bo'ladimi endi? nam, Imtihonlarga 1 oy qoldi. hop. Э, va hazihi rihlati. Bu sayohat li ziyaratil muthaf. Muzeylarni ziyorat qilish, ziyorat degandan murod bizni tilda faqatgina nima deydi, kasalni ziyorat qilish yo bo'lmasa bir ya'ni bitta joyda qotib qolgan. Ziyorat degani shohid bo'lish, bir nimalarni ko'rish degan ma'noda ham ishlatilinadi. Ya'ni muzey ko'rish, bu sayohatda muzey ko'rishimiz muhimmatun binnisbati lana. Binnisbati lana degani biz uchun bu muzeyni ziyorat qilishimiz, muzeyni aylanishimiz bu sayohatda nima deyapti? Muhimma. Muhimmi? Aha. Va hiya Muhim. rihlatun ta'limiyatun tarfihiyatun aydan. Ya'ni bu Ha, rihla ta'lim uchun va ta'limiy va tarfihiy degani ko'ngil ochar degani. ta'limiy va ko'ngilochar ham. Mhm. Ko'ngilochar ham. Mhm. Ha, Qancha yana bir yilda necha marta bo'larkan? 2 martami? واحد فقط 1 واحد. marta, 1 marta. نعم تكون مرة واحدة في السنة. bir yilda bir martagina bo'ladi Marta. xolos deyapti. Ha, 1 marta. Mhm. لكن يا آدم الرحلة غالية الثمن أيضا. Mhm. Ey Adam, sayohat 2 marta Yo, yo, yo. G'oliyatu thaman degani narxi qimmat degani. Thaman narx degani, g'oliya qimmat degani. Ya'ni rihlani narxi qimmat ekanimda deyapti. Hop, Sanatakallamu hop. ma'a mushrifi rihlati Mhm. hattimi? Mhm. Hatta Hatta yuho mhm. yuhafida Yuxaffida yuhafido samanu thamanar. samana rihlati. Aha. Sanatakallamu. Takallam. Mutakallim fe'lini, so'zini, ismini fe'li bo'ldi ekan. Natakallamu gaplashamiz, sa qo'shilyapti. Inshaalloh gaplashamiz deyapti. Mushrifi rihla degani, mushrif degani xodim degani. Ya'ni sayohatni spetsialniy. Xodimi bilan. Aha. Gaplashamiz nimani? Hatta yuxaffida thamana rihla. Rihlani narxini yuxaffida tushirishni. Tarjimani yig'ing. Sayohat xodimi bilan Mhm. gaplashib ko'ramiz. Sayohat narxini tushirishni. Ahsanti. حسنا إذا كان Mhm. هكذا فأنا موافق. Muvafiqun. Mhm. موافق. حسنا barakalloh degani. Yaxshi. Yaxshi. Idza kana hakaza, agar shunday bo'lsa, fa ana muvafiq, man roziman deyapti. Shukran laka Mhm. ya ammi Mhm. ma ma'as ma'assala Ma'as salamati. salamati. Shukran Tamam. laka
Rahmat sizlargami? Sizga. Laka. Aha. Rahmat sizga, ey amaki. Ma'assalamati, sog' bo'ling bo'ladimi? Ma'assalama Salomat degani bo'ling. yo'q, ko'rishguncha degani. Ha, Ma'assalama. ha. Xayr Bitta ma'nosida ham dedim. ishlatiladi. Hop. أصدقائي اليوم هو آخر موعدي لحجز الرحلة يجب أن تدفع Nadfa. ندفع mening do'stim Davomi bor. Savdoda qil. ندفع النقود لكريم قبل انتهاء اليوم الدراسي. أصدقائي mening do'stlarim يوم Al-yawm bugun آخر موعد degani oxirgi muddat li hajzi rihla. Hajzuni tepada aytdim, bron qilish. Ya'ni rihlada bitta shu joyni bron qilishga axiru mav'id. Chetgacha tarjima qilib oling. bugun آخر موعد nima dedingiz? Oxirgi muddat. xona bron o'sha qilishga oxirgi muddat. Yajibu degani kerak degani. An nadfa'a. Nadfa'u to'layapmiz degani o'zi aslida, lekin oldiga al qo'shiladi va an kirgandan keyin muzori fe'lning oxirini mansub qiladi. Shunda tarjima to'layapmiz emas, to'lashimizga o'zgarib qoladi. Tepada aytdimmi? To'lashimiz yajib kerak nuquda likarim qabla intihai al-yawmi ad-dirasi. Bugungi darslar tugashidan oldin Karimga nima qilish kerak ekan? Nuqudni to'lashimiz kerak. ya'ni ahsanti, pulini Karim uchun bugun dars tugamasdan oldin to'lab qo'yishimiz kerak deyilyapti. Chunki al-yawm huwa akhiru maw'id li hajzi rihla. Hop. La taqlaq. Nahnu jama'na nuquda الرحلة وسندفعها يوم Al-yawm. اليوم. La taqlaq degani xavotir olma. Xavotir olma. Nahnu bizmi? Biz Jama'a yig'ish degani. Jama'na bo'lib bu mozi fe'li. Nima qildik deyapti? pul yig'dik deyapti. Ahsanti, katabnaga o'xshagan. Jama'na nuqudar rihla. Sayohatga pul yig'dik. Va sanadfa'uha al-yawm. Nima bo'ladi? Ana shu va Sanadfa'u sa qo'shilyapti-da. Nadfa'u to'laymiz bugun deyapti. Ya'ni to'laymiz bugun Karim mumkin. Karim uchun o'zi pulni yig'ib ham qo'yishgan o'rtoqlar. Ha. Hop. Biz Nima dedi Karim? Qur'on olma. O'qing Shahzoda oxirini. شكرا لكم يا أجمل أصدقاء في الدنيا. رحمات Ajmala. Qarang. Sizlarga rahmat dedi. Ya ajmala asdiqoi fi dunya degani dunyodagi eng ajmal jamil nima degani?
Chiroyli. 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 Na'am. Endi arab tilida ham o'zbek tiliga 100% to'g'ri tarjima qilinmaydi. Ba'zi holatlarda o'zbek tiliga moslab chiroyli tarjima qilinadi. Ya'ni dunyodagi eng yaxshi do'stlarim sizlarga rahmat deyapti. Tushundingmi? Eng chiroyli deyilmaydi bu yerda. Eng yaxshi deb tarjima qilinadi. Edan dialogda 10 marta o'qiysizlar, 10 marta tarjima qilasizlar. Yodlash kerak bo'ladi. Keyingi darsga aytib berasizlar inshaalloh. Xo'p. مناقشة والفهم. ضع علامة صحيح أو خطأ. Xo'p, buni o'chirib turamiz. Individualliklarimda bajartirganman bularni. Xo'p, birinchi jumlani o'qiymiz va sahih أو خطأ نقوله إن شاء الله. إذن ابدأي يا مهرنسة. كان كريم يريد أن يذهب إلى رحلة مع أصدقائه. كان boradimi deb tarjima qilamiz. Karim Karim yuridu أن kana nima يذهب. degan edi? كان كريم أن يذهب إلى الرحلة مع أصدقائه. Karim nimani xohlab turuvdi? Shunaqa tarjima chiqadi. Karim xohlayotgan edi. Nimani? Sayohatga Borishni. Kim bilan? xohlayotgandi. Kim bilan? Do'stlari bilan. Aha. Fil hivar Do'stlari kayfa bilan. kana? Fil hivar dialogda nima deyildi? Karimni o'rtoqlari xohlab turuvdi Karim bilan borishini. Karim ular bilan borishini. Sahih bo'ladi. Dialog hisobi bo'yicha xato, chunki Karimni do'stlari ya'ni ular bilan Karim borishni xohlab turadi. To'g'rimi? Dialogda shunaqa deyildi. Shuning uchun xato deymiz. Xato. Xo'p, keyingisi Shahzodaxon. سيذهب أصدقاء كريم وأسرته إلى هذه الرحلة. Bu sayohatga Karim oilasi bilan ketmoqchimi? سيذهب أصدقاء كريم وأسرته إلى هذه الرحلة. Karimning do'stlari va Karimning oilasi birgalikda bormoqchimidi? Rihlaga? Yo'q. Idan xato. Nam. Xo'p, keyingisi. ستكون رحلة أسرتي إلى إلى قرية قرية مطلة على بحر. Bu صحيح bo'ladimi? qarang, ستكون رحلة الأسرة إلى قرية. Oila Qishloqqa oilasi mana bu bahrga, dengizga qaragan qishloqda o'sha yerda edi deyilyapti. Shunaqami? xato bo'ladi. Yo'q. Bular o'sha yerga bormoqchi edi. Ahsanti. Xo'p, keyingisi. تعاون الأصدقاء معا ليذهب كريم معهم. Tarjimi. تعاون nima degani? Yordam berdi. Do'stlari yordam berdi, birga ketish uchun. Birga ketish uchun. Ma'hum, ular bilan birga Karim borishi uchun yordam berdi do'stlari. Sahih al-xato. Sahih. Na'am, ta'awanahum. Xo'p, keyingisi. الذي قام
بت- بتنظيم 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 هذه رحلتي هي مم. شركة مم. سيا سيا سياحية ها سياحية سياحية نعم سياحية الذي ها nima degan الذي biz o'zbek tilida qaysiki deyilyapti. Mana shu sayohatga olib borayotgan anaqa deylik tashkilot hiya u sharikatun siyahiyatun. Ya'ni spetsialniy shunaqangi sayohat qiladigan shirkat edi deyilyapti. shirkat Al- haqida gap ketmadi, xato bo'ladi. Yo'q. Dialogda 100% bo'lmaydi, misol ba'zi so'zlar. Ya'ni fikrlaydigan Ha, savollar ham bo'ladi uni ichida. burasi sahih. Aha, sahih. Keyingisi. Sahih. حجز كريم مقعده في الرحلة في آخر يوم. Aha. Hajaza bron qildi. bron qildi. Mhm. Karim maq'adahu o'rnini fi rihla fi akhiri yawm. Kun oxiridan. Sayohatdagi o'rnini Karim Kun oxirgi kunda bron qildi deyapti. Sahih? Sahih. Idan sahih. Xo'p. Buni kitobdan bajarasizlarda mana bu savollarga javobni yozamiz. Qachon? Oldin dialogda qayta-qayta o'qiysizlar, lug'atlarni yodlaysizlar. Bu yerga javob yozganinglarda dialogga qarab javob yozmanglar. Xayolan bo'lsin javob yozishinglar. Masalan, as-sual كون جملة بالإضافة المناسبة لها. لماذا لم يوافق والد كريم على الرحلة أولا؟ Karimni otasi nimaga boshida o'sha rihlaga ruxsat bermadi? To'liq javob beramiz. Nimaga? Otasi aytdi, vaqt munosib emas dedi. Imtihonlar yaqin dedi. O'shalarni to'liq qilib yozamiz. Keyingi savolda mata satadhhabu usratu Karim ila rihla. Odatda Karimning oilasi rihlaga, sayohatga qachon borar ekan? Qachon deyildi dialogda? Yozgi ta'tilda dedi. Na'am, o'shani yozamiz to'liq qilib. Man dafa'a nuquda rihla li Karim. Karim uchun rihlaga pulni kim to'ladi? O'rtoqlari yig'ib to'ladi deb to'liq qilib yozasizlar. Keyingisi. كيف جعل آدم والد كريم يوافق على الرحلة في النهاية؟ Karimni o'rtog'i Adam otasini oxirida va nihoyat desak ham bo'ladi. Fin nihoya oxirida qanaqa qilib ko'ndirdi? Kayfa ja'ala Adam validu Karim. Ya'ni qanaqa qilib ko'ndirdi? Nima deb o'ylaysizlar? Qanaqa ko'ndirdi? Qaysi gapidan keyin otasi mayli roziman agar deb aytdi? Arzon qilamiz dedi. Shunday. Arzon qilalsang roziman dedi. Xo'p. Bu betdagi mashqlari o'sha dialogdan yangi so'zlar, faqat bu dialogga doir emas, shunchaki tarjimaga qarab to'g'rilab qo'yasizlar. Bunisi ham xuddi shunaqa kavin jumla bil idofatil munasiba laha. Masalan, al vaqtu g'ayru nima to'g'ri keldi? Nima dedi? Ko'p jumlada, dialogda. Al vaqtu g'ayru qaysi so'z ishlatildi? Munosibmi? Ahsanti. Na'am. Satadhhabu ila ziyarati. Qayerga bormoqchi edi? Muzey. Muthaf. Na'am. Shunaqa qilib bajaramiz buni. Xo'p, mana bu savollarga mana bulardan qaysi biri to'g'ri keladi? Bundoq qilib alohida belgi qilib, PDFda ochib olasizlarda, bilamiz, skrinshot qilib olib turib, bajarib yuboramiz. Daftarga 100% ko'chirib chiqish shart emas bu joylarini. Bittani uni to'liq qilib yozasizlar. Savollarga javobni. Xohlasanglar buni daftarga yozib yuboringlar. Ha, savollar, tushunmagan joyinglar bo'lsa, so'rab olamiz. Kitob qanaqa ekan? Qiyinlik qilmadimi? Bu ozgina qiyin ekan. Yana bitta kitob o'qidik, shu osonroq edi. Qaysi?
O'tgan darsni oxirida o'qib berdingiz. Qasosun Nabiymi? Ha, u osonroq edi. Qasosun Nabiy u kitob sizlarga prosta mutolaa uchun-da. U kitob Ha. sizlarni anaqangi levelinglarni ko'tarib bermaydi. U mutolaa uchun qo'shish mumkin. Qachon mana bu darslarni 100% zo'r qilsanglar qo'shib beraman uni ham dedim bonus sifatida. O'zi aslida hozir baynadakda ham alohida kurs qilishyapti, sarfni ham alohida kurs qilishyapti. Hozir biz baravar o'qiyapmiz. Agar baynadakdan ham, sarfdan ham yaxshi ketsanglar, inshaalloh mutolaa sifatida qo'shib olsak bo'ladi uni ham. Bu kitobni juda ham kuchli kitob. Bir maromda yaxshilab ketsanglar, inshaalloh B2 darajaga qarab chiqamiz. Eplab ketamizmi shu kitobni? Ha, bu kitob bittami faqat? A2 darajasi bormi? Yo'q, level davom etadi bunda. A2, B1, B2, C1, C2. Agar mana shu kitobni o'zini masalan 100% men aytganimdaqangi 100% yodlab tugatsanglar, imtihon topshirsanglar tonalga, agar sarf nahoyiylarni ham zo'r qilib olgan bo'lsanglar, ungacha B2 chiqadi bemalol darajanglar. Bu lop emas, men o'zimga javob beradigan, ya'ni o'ylagan holatda aytyapman. Agar kitobni 100% o'qisanglar, sarfni tugatib, nahvni ham 100% tugatsanglar, o'shanda tonal topshirsanglar bemalol B2 chiqadi. Bismillah. Savolinglar yo'qmi qizlarimda? Yo'q, tushunarli bo'ldi. Barakallohu fikum. Unda inshaalloh keyingi darsgacha. Assalomu alaykum va rahmatulloh va barakatuh. Keyingi darsimiz sarfdan juma kuni ko'rishguncha. Rahmat, sog' bo'ling. Afwan. Ko'p bo'ldingizmi?